To'ra Sulaymon O'zbekiston xalq shoiri o'z ijodi bilan o'zbek she'riyatiga qadim xalqona ohanglarni qaytarishga uringan iste'dodli adib To'ra Sulaymon 1934-yilning 15-fevralida Jizzax viloyati Baxmal tumanidagi Aldashmon qishlog'ida tavallud topdi. Agar shoir tug'ilgan yilga e'tibor bersangiz, uning bolalik yillari sobiq sho'rolar davrida qama-qamalar avjiga chiqqan barcha sohalarda xalq dushmanlari va ularning dumlarini fosh qilish jarayoni kechayotgan pallaga to'g'ri kelganini anglaysiz. Bu falokat To'ra Sulaymon oilasini ham chetlab o'tmagan. Uning otasini ham xususiy mulk egasi mushtumzo'r sifatida quloq qilishgan. Oilaning butun tirikchilik tashvishi bechora onaning zimmasiga tushadi. 1939-yilda uning otasi qamoqdan qaytadi va oilasini Sirdaryoga ko'chirib ketadi. To'ra Sulaymon shu yerdagi qishloq maktabida o'qiydi. O'qishni bitirib, bir necha yillar davomida qishloq maktablarida turli fanlardan dars beradi. Urushdan keyingi yillar maktablarda oliy ma'lumotli mutaxassislar yetishmas. To'ra Sulaymon singari maktablarning o'quvli bitiruvchilari ta'lim-tarbiya ishiga jalb qilinardi. O'zi qiziqqan badiiy ijodga umrini bag'ishlash istagi uni Toshkent davlat universiteti, hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti sirtqi bo'limida o'qishga undaydi. Bo'lg'usi shoir ham o'qiydi, ham ishlaydi. O'qishni bitirib, Guliston tumanidagi maktablarda ona tili va adabiyotidan bolalarga saboq beradi. 1962-yilda uning birinchi kitobi Istar ko'ngil nomli bilan bosmadan chiqadi. Shundan so'ng uning Qorasoch dostoni, Men qayga borar bo'lsam she'riy to'plamlari nashr etiladi va Sirdaryoda yana bir iste'dodli ijodkor paydo bo'lganidan ko'pchilik xabar topadi. Shoir ijodi undan ortiq kitoblarga jo bo'lgan. Ular orasida Jahongashta dostoni, Ham qishloqlarim maqolalar to'plami, Intizor, Sirdaryo qo'shiqlari, Iltijo, Alhazar satirik va yumoristik asarlar to'plami, To'yboshi, Sizni eslayman, Qora ko'zginam, Gulshan, Sarvinoz kitoblari bor. Mustaqillik yillarida shoir yangi kuch va ilhom bilan ijod qildi. Respublika vaqtli matbuotda uning she'riyat, adabiyotshunoslik kunining dolzarb mavzulariga bag'ishlangan ko'plab maqolalari chop etildi. Harsang, Jahonnoma, Gul bir yon, chaman bir yon, Yov qochganda singari kitoblari adabiy jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi. To'ra Sulaymonning qator she'rlari o'zbek xonandalari tomonidan qo'shiq qilib kuylanib, millionlab odamlarni ko'ngliga kirib bordi. 1999-yilda To'ra Sulaymonga O'zbekiston xalq shoiri degan yuksak unvon berildi. 2005-yilda ajoyib shoir va samimiy inson To'ra Sulaymon 71 yoshida dunyodan ko'z yumdi.